Assalomu alaykum hammaga YouTube ahli. Bugun sizlar bilan 12 ta eng eski hech kim o'ynamaydigan o'yinlarni chiqaramiz. O'n ikkinchi o'rin bu Car Simulator. Bu o'yinimiz mashina o'yin. Mashina kuchaytirib savdo-sotiq o'yini. 705 megabayt 7 plus 100 milyard odam o'ynaydi. 11-chi o'rin Ninja Arashi. Ninja Arashi 2 o'yinimizdan xavfli tuzoqlardan o'tish o'yini. Ninjani zo'rlash bilan o'tish kerak. 116 megabayt 16 plus 10 milyard odam o'ynaydi. 10-chi o'rin Stickman Party. Bu o'yinimiz 2 yoki 3 yoki 4 inson bilan o'ynaydigan o'yinimiz. 82 megabayt 3 plus 100 milyard odam o'ynaydi. 9-chi o'rinda Standoff. Standoff o'yinimiz otishmali o'yin bo'lib 16 plus 100 milyard odam o'ynaydi. Keyingi o'yinimiz Only 8-chi o'yinimiz Only Up. Bu o'yinimiz tepada chirishimiz kerak. Bitta odam beradi, tepaga parkur qilib chirishimiz kerak. Parkurchilar so'rang. Keyingi 6-chi o'rin Stumble Guys. Uni 165 megabayt 3 plus 100 milyard odam o'ynaydi. Keyingisi Stickman Games degan. Supreme Duelist degan. Bu ham mashhur o'yin, hamma o'ynamasa kerak. 62 megabayt 7 plus 100 milyard odam o'ynaydi. Oramizda o'ynamaganlar bo'lishi mumkin. Keyin 3-chi o'rin eng eski hozirgacha o'ynab kelingan asab buzar o'yin.
Bu albatta level. Yani parkour level. Not a trolling game. Yani asab buzarli o'yin. Keyingisi ikkinchi o'rin hech kim o'ynamagan chunki Sea Battle 2 Warship Online 87 megabayt bu ko'rishingiz mumkin. Kemalar topish kerak bo'ladi. Kemalarni jashir qo'yinglar. 3+50 million odam o'ynaydi. Birinchi o'rin albatta bu albatta Angry of Stick 5 Zombie. Bu o'yinimiz zombilar otish, pul yig'ish, kuchaytirish o'yini. 38 megabayt 7+100 milliard odam o'ynaydi. Do'stlar, sizlar ko'rib bo'llaringiz top 12 eng zo'r o'yinlar, eng eski o'yinlarni sizlar bilan xayrlashimiz bo'lib qoldi vaqt. Hammaga